Bizga kelgan ko'plab savollarga qaraganda RDM klinikasida qanday xizmat turlari bor deb ko'pchilik so'rashadi. Ya'ni RDM haqida ko'p eshitgansiz, lekin qanaqa xizmat turlari borligini ko'pchilik bilmas ekan. Bugun shu haqida sizga qisqacha, tezda tushuntirib o'tamiz. Oddiydan murakkab operatsiyalargacha MRT, MSKT, rentgen, 3D rentgen, UZI, 3D UZI, 4D UZI, EKG, EEG, MMG, TMS apparati, gijja va qurtlarni tabiiy usulda tushirish, tuz g'ori, yodxonasi, serovodorodli vanna, suv osti dushi, suv ostida tortish, rastyashkalar, kedr bochkasi, angioxirurg, uronefrolog, kardiolog, gematolog, gepatolog, onkolog, mammolog, revmatolog, oftalmolog, pulmonolog, ftiziatr, proktolog, nevrolog, nevropatolog, urolog, ginekolog, gastroenterolog, lor, bolalar nevropatologi, kosmetolog, trixolog, dermatovenerolog, stomatolog kabi 100 ga yaqin xizmat turlari aynan RDM klinikasida mavjud. Hali sanab o'tmagan bir qancha yana xizmat turlarimiz qolib ketdi. Sizga qanday xizmat turi kerak bo'lishidan qat'iy nazar to'g'ri RDM klinikasiga kelavering. Hammasi mavjud bizda.